Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun sizga Tulan klinikasining ikkita shifokori Rahim va Diyora Hasanovna. Assalomu alaykum va Rahmanova Sevara Shuhratovna. Sizga bugun inseminatsiya hamda punksiya haqida kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Xo'p, ma'lumotlarni harakat qilamiz tushunarli va shu bilan bir qatorda eng asosiy joylarini aytib o'tishga. Birinchi savolim patsientlarimizga ham juda qiziq, naverno shu narsa. Inseminatsiya haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, qanaqa patsientlarga shu narsa показания bor, inseminatsiya qilishimiz kerak, qaysi holatlarda? Inseminatsiya aslida bu o'sha erkakning urug'ini olib, uniga ma'lum ishlov berib va mana shu urug'ni ingichka kateter yordamida ayolni bachadoniga yuborish muolajasiga inseminatsiya deyiladi. Aslida inseminatsiya qilish uchun bir nechta ko'rsatmalar mavjud. Bular masalan sababi aniqlanmagan bepushtlikda birinchi ko'rsatma bu inseminatsiya hisoblanadi. Bundan tashqari bachadon trubalari hatto bittasi ochiq bo'lsa, shu holatda ham homilador bo'lish ehtimolini oshirish uchun tuxumdonni stimulyatsiyasi bilan birgalikda inseminatsiya olib borish homilador bo'lish ehtimolini 30-35% ga oshiradi. Bundan tashqari yana ko'rsatmalar bo'lishi mumkin. Erkaklarda masalan erkaklik faktori bo'lsa, yengil bepushtlik bo'ladigan bo'lsa, masalan spermatozoidlarning harakatchanligi past bo'lsa yoki bo'lmasam aktiv harakatchanlarning miqdori biroz kam bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam ayollarda bachadon bo'ynida yallig'lanish yoki bo'lmasam mana shu spermatozoidlarga antitelalar aniqlansa, mana shu holatlarda inseminatsiyaga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Endi qaysi holatlarda inseminatsiya qilish qarshi ko'rsatma? Bular absolyut qarshi ko'rsatmalar. Bular bachadon trubalarini, ya'ni bachadon naylarini to'liq yopiq bo'lishi yoki bo'lmasa erkaklarda azospermiya holati, ya'ni spermatozoidlarni mutlaqo bo'lmasligi urug'da, shu holatlar inseminatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'la oladi. Aslida inseminatsiya shunaqa muolajaki, bizni ko'pincha inseminatsiyaning samaradorligi baland bo'lishi uchun tuxumdon stimulyatsiyasi bilan birgalikda olib boramiz va trigger berib, ya'ni o'sha ovulyatsiyani chaqirib, mana o'sha vaqtni o'zida inseminatsiya olib boramiz. Shunda homilador bo'lish ehtimoli yana ham oshadi. Juda tushunarli qilib aytdingiz. Qisqacha oxiriga zaключение beradigan bo'lsak, agarda sizda ovulyatsiya bo'lsa, trubalar ochiq bo'lsa, undan tashqari erkaklik faktori ba'zi holatlarda pastroq bo'ladigan bo'lsa, biz inseminatsiyaga показания berishimiz mumkin. Yana bir misol qilib aytmoqchi edim. Bizda unaqa patsientkalar bo'ladi, например, vaginizm. Vaginizm kasalligidan ham qachonki aloqa bilan, jinsiy aloqa bilan imенно problema bo'lganda, jinsiy aloqani miqdori bilan problema bo'lganda, shunaqa holatlardan ham inseminatsiya muolajasi juda yaxshi yordam beradi va bizda klinikada yaxshi rezultatlar bor. Ayniqsa yosh kelin-kuyovlar masalan aloqa qilishga qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, bu holat ham haqiqatan rosa ham yaxshi yordam beradi. Bugungi kunda yana bir aktualniy savollardan bittasi, bu imенно patsientlar ichida inseminatsiya jarayoni haqida, imенно qanaqa kechadi inseminatsiya tayyorgarlik, qanaqa bo'ladi, og'riqlimi, patsientlar qo'rqadigan narsa. O'sha haqida imенно важный joylarni aytib o'tsangiz, bizda mulajimiz ham bor, если что, tushuntirib o'tsangiz bachadonda. Umuman olganda juda ham ko'p bemorlarimiz birinchi qo'rqadigan narsaligi bu jarayon og'riqlimi? Aslida bu jarayon mutlaqo og'riqsiz. Sababi biza mana shu urug'ni maxsus ingichka kateter yordamida bachadon bo'ynidan o'tkaziladi. Bu mutlaqo og'riqsiz bo'lishi mumkin va bu nima deydi, og'riqsizlantirish ostida o'tkazilmaydi. Jarayon aytganimdek og'riqsiz. Unga juda katta tayyorgarlik ham o'zi aslida ko'rilmaydi. Juda tez va jarayon juda ham tez bo'ladi. Inseminatsiyadan keyin 5-10 minut patsient o'sha xonada biroz yotishi mumkin va o'sha kuni uyiga borib, har kungi qilingan ishlarini qilib yurishi mumkin. Ya'ni hech qanaqa yotish kerak, yotoq rejimi, bolnitsada yotish yoki nimadir dorilar ichish kerak bo'lmaydi. Va bundan keyin uyda yana tabiiy aloqa ham davom etishi mumkin. Ya'ni hech qanaqa bunga qarshi ko'rsatmalar bo'lmaydi.
keyingisi protsedura qanaqa o'tkaziladi? Umuman muolaja mana shu ingichka kateter bilan bachadon bo'ynidan kirgizilib, bachadonni ichiga ishlov berilgan urug' yuboriladi. Ya'ni ishlov berilgan degani maxsus gradientlar yordamida bu urug'ni aktivlari, ya'ni shu uni ichidagi spermatozoidlarning eng aktivlari, ya'ni o'sha homila qila oladigan qobiliyati yuqorilar tanlab olinadi, terib olinadi desa ham bo'ladi. Xuddi ajratib olinadi va uni suyultirilib yuboriladi. Ya'ni bu ham ehtimolni oshiradi homilador bo'lishni. Bundan tashqari yana eng ko'p bemorlar qo'rqadigani bu boshqa insonni spermatozoidlari yuborilmaydimi? Chunki almashib ketishi mumkin. Bu juda katta qo'rquv ba'zi bemorlarimizda. Aslida bu narsa ehtimoli 0 ga teng desa ham bo'ladi. Sababi bizning klinikada bu narsa juda ham qattiq nazoratga olinadi. O'sha kuni sizni turmush o'rtog'ingiz kelib urug' topshiradilar va o'sha urug' yuboriladi. Bu narsaga juda ham nima deydi, e'tibor juda ham qattiq qaratiladi. Qayta bemordan so'raladi, familiyasi darrov yoziladi. O'sha yuborilayotgan paytda ham keyin ham shu sababdan bu narsa bo'lish ehtimoli 0 desa bo'ladi. Qo'rquv juda kuchli. Xuddi ekodan ham, inseminatsiyadan ham urug' almashinib ketmaydimi, boshqa odam urug'i yuborilmaydimi? Bilasizlar, hurmatli patsientlarimiz, O'zbekistonda qonun jihatdan ham, diniy jihatdan ham donor urug'lar, donor tuxum hujayra ishlatilishi mumkin emas. Bizning klinika ham bunga juda katta e'tibor qiladi va bu narsa xavotir olmasalaringiz ham bo'ladi bu haqida. Bundan tashqari yana bitta bemorlarni qiynaydigan tarafi bu tabiiy homilador bo'lish xohlagan edim. O'zim deyshadi. Bu ham asli tabiiy homiladorlik, chunki faqatgina bu yerda xuddi shu bo'ladigan jarayonga biza ozgina aralashuv bo'ladiki, mana shu bachadon bo'ynidan o'tkazib. Chunki ba'zi ayollarda bachadon bo'ynida yallig'lanish kuchliligi sababli yoki bo'lmasam har xil muhitini o'zgargani sababli, masalan, yallig'lanish sababli kisllik urug' bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, shunda biz ozgina yordam beradi, lekin asli bu jarayon tabiiy hisoblanadi. Bundan bo'lgan homiladorlik ham tabiiy homiladorlik hisoblanadi. Men studentlarga inseminatsiya jarayonini tushuntirganimda, anaqa grubo qilib aytsak, xuddiki spermatozoid bilan urug' bilan problema bo'lsa, spermatozoidlarni taksi orqali bachadon ichiga olib kirib qo'yiladi. Transport tirakovka qilib qo'yiladi deb tushuntiraman. Shuning uchun bu absolyutno tabiiy jarayon hisoblanadi. Hop, o'zingizda Joriy Hasanni mana inseminatsiyalar o'tkazasizlar-ku, rezultat qanaqa bo'ladi? Masalan, oddiy stimulyatsiya qilib olib borgan bemorlar va inseminatsiya bilan qo'shilgan bemorlarda masalan inseminatsiya seziladimi? Конечно, inseminatsiya agar o'sha patsientga to'g'ri keladigan bo'lsa, показанияsi bo'lsa inseminatsiyaga, menda shunaqa para bo'ldi, er-xotin juftlik, ularda erlarda ikkinchi turmush edi. Birinchi turmushda 2 yil yashaganlar, hozir ikkinchi turmushda 5 yil. То есть 7 yildan beri bepushtlik bor. Erkak tomonidan, erkaklik faktori. Ayollarida endi 5 yil birinchi turmush, bu 5 yillik birinchi birlamchi bepushtlik. Biz ular imенно inseminatsiya xohladi. O'zi olib qarasa 5 yildan ko'p bo'lsa, biz ko'proq ekoni уже o'ylashimiz kerak. Xo'p, harakat qilib ko'ramiz dedim inseminatsiya qilishga. Birinchi o'rinda albatta ayol kishini trubalarni tekshirdik. Trubalar o'tkazuvchan, ovulyatsiya yaxshi hammasi. Birinchi inseminatsiyada bo'lmadi rezultat, но ikkinchi inseminatsiyada rezultat bo'ldi. То есть biz 7 yillik bepushtlikni olib qarasa, ekoni o'rniga inseminatsiyani tanlab yutib chiqdik. Juda yaxshi rezultat bo'ldi bularda. 7 yillik bepushtlik bilan inseminatsiya orqali sog'lom homiladorlik, sog'lom farzand dunyoga keldi. Ko'pchilik ayollar o'ylashadi, paralarimiz mana bemorlar kelganda inseminatsiya mana bir marta qildi, o'xshamadi, bo'ldi. Demak, menda inseminatsiya o'xshamas ekan deb keyingi yo'lni qidirishadi. Endi eko qilish kerakmi yoki yo'q bo'lmas ekan deb o'ylashadi. Aslida Amerika akshar ginekologlar kollejining rekomendatsiyasiga ko'ra
sababi aniqlanmagan bepushtlikda, ya'ni xotinni tekshirdik, hech qanaqa kasallik aniqlanmadi, masalan topa olmadik, nima bepushtlikka sabab bo'lyapti. Aslida bunaqa bepushtlik juda ko'p uchraydi, 30% gacha uchraydi. Bunaqa holatda birinchi taktika bu 2 yilgina kutiladi, ya'ni mana shu turmush qurganidan hozirgi 2 yil vaqt kutiladi, tabiiy homilador aloqa qilishadi, hech qanaqa aralashuvsiz. Va agar shunday ham homiladorlik bo'lmasa, bu inseminatsiyaga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma hisoblanar ekan. Tuxumdonda stimulyatsiya qilib inseminatsiyani olib boriladi 3-4 marta. Mana shu 3-4 marta samarasiz bo'lgandan keyin ekoga ko'rsatma hisoblanar ekan. Ya'ni masalan soppa-sog' juftliklar ham 1 yil yashaydi, masalan aloqa doimiy bor, ovulyatsiya bor, ayolda erkakning urug'i yaxshi, lekin homiladorlik bo'lmasligi bu normal holat hisoblanadi. Ya'ni inseminatsiyani ham har gal o'xshaydi degani emas. Demak, bir marta o'xshamasa, bo'ldi, menda inseminatsiya o'xshamas ekan, qilish kerak emas degan narsa bu noto'g'ri. 3-4 marta, hattoki biz paralarga 6 martagacha harakat qilib ko'rish tavsiya qilamiz, agar boshqa qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa. Shundan keyingina ekoga ko'rsatma berishimiz mumkin. Agar masalan inseminatsiya trubali yopiq bo'lmasa, naylari yoki erkaklarda azospermiya holati kuzatilmagan bo'lsa yoki boshqa yana qo'shimcha faktorlar bo'lmaydigan bo'lsa, inseminatsiyani bir necha marta takrorlab ko'rish mumkin. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim, agarda sizlarda misol uchun bitta inseminatsiyadan keyin rezultat bo'lmagan bo'lsa, umidsizlanib qolmanglar, har doim oldinga intilish kerak. Bir necha marta harakat qilish kerak. Reproduktologiyada eng qimmat narsa bu vaqt. Qachonki siz umidsizlanib, bo'ldi, hamma lecheniyalarni to'xtatib qo'ysalaringiz, vaqtlaringiz ketib qolishi mumkin. Shuning uchun bir marta rezultat bo'lmasa ham yana harakat qilish kerak. Eng yomon narsa ham shu, mana bemorlar kelishadi, bir marta qilib ko'radi, masalan stimulyatsiyani o'zini deydi yoki bo'lmasa inseminatsiya o'xshamasa, keyin nima deydi, kayfiyati o'zgaradi, xafa bo'ladi deb bo'ldi deb tashab qo'yadi. Lekin shu inseminatsiyagacha ham qancha tayyorgarlik, qancha dori vositalarini qabul qilgan, masalan jismoniy mashq bilan shug'ullangan, o'z ustida ishlagan, tayyorlangan, birdan bo'lmadi, rezultat ketib qoldi. Keyin 3-4 oydan tashab qo'yishadi, keyin yo'q, baribir kel, yana boshqatdan kelishadi. Endi yana xuddi shu tayyorgarlik etap boshqatdan boshlanadi. Ya'ni shu dori vositalar, analizlar, tahlillar, rezultat qilish uchun har xil mashqlar. Shu sababdan bir marta harakat qilganda bir necha marta qayta harakat qilib ko'rish, bu sizni vaqtingizni ham, pulingizni ham, rezultatingizni ham oshiradi. Xuddi shunaqa hozirgi kunda mani patsientim bor, ikki juftlik, ularda boshladik, inseminatsiya qilamiz deb turgan paytda o'sha siklda nimadir bo'ldi, kelishmadi. Hozir 3-4 oydan keyin yana kelishyapti. 3-4 oydan keyin o'sha inseminatsiya qilamiz deb kelishsa, bu patsientkamda o'zi anaqa bor edi, polikistoz bor edi. То есть lishniy vес, ortiqcha vazn bor edi, ovulyatsiyada buzilishlar bor edi, menstruatsiya hayz har doim emas edi. Lecheniya boshlaganimizda 3-4 oy oldin ancha o'ziga kelgan edi. Ves tashlash boshladilar, sog'lom turmush tarzi. 4 oyda shu darajada o'zlarini tashlab qo'yganlarki, hozir qiladigan dorilarimiz ham ishlamayapti. То есть insulin oshib ketgan yana, hayz buzilgan, 3-4 oy hech nima qilishmagan. Tashab qo'yganda hammasini. Hozir biz yana boshidan bular bilan ishlash boshladik. O'rtada prosta vaqt ketib qolyapti. Shunaqa. Tayyorgarlikni ham roli katta-da. Xuddi aytganingizdek, bemorlikda mana shunaqa holat bor. Mana ham bitta bemorim stimulyatsiya qildik. Inseminatsiyaga tayyorlayotgan vaqtimizda xotin chiqish olmay ketib qolishdi. Shu bilan 5 oydan keyin kelyaptilar. O'zlari stimulyatsiya boshlabdilar. O'sha oldingi yozilgan natijaga qarab yozib o'zlariga назначение qilib kelganlar. Mana undan oldin masalan o'zi qilmaganlar, tekshirmaganlar, kistalar bor bo'lgan, shuni fonida boshlaganlar. Ya'ni bu narsani boshlash uchun albatta masalan stimulyatsiyani ham, inseminatsiyani ham qilish uchun oldin ozgina tayyorgarlik ko'rish kerak, rezultatga ta'sir qilishi uchun. Vrachni kontrolida bo'lish kerak. Hamma narsa to'g'ri. Keling endi Diyora Hasanni bemorlar kuzatuvchilarimizga ozgina punksiya haqida ham ma'lumotlar berib ketaylik. Umuman tuxumdonda punksiya qachon o'tkaziladi? Qaysi holatlarda bu kerak? Qaysi bemorlar uchun kerak? Xo'p, punksiya OPU deb aytamizda. Bu o'zi o'sha
ekoni etaplaridan biri hisoblanadi. Agar ekoda o'sha birinchi etapi bu stimulyatsiya bo'lsa, tuxumdonlarda follikulani stimulyatsiya qiladigan bo'lsa, operatsionni dorilar bilan, gonadotropinlar bilan, ikkinchi etapi o'sha stimulyatsiya qilinganda o'silgan katta-katta bo'lgan follikullardan punksiya yordamida suyuqlikni olib va atsit yig'ib olish. Punksiya ya'ni bu o'sha ichidan suyuqlikni tortib olish. Suyuqlikni chiqarib olishdir. Shunaqa oddiy til bilan tushuntirganimizda, patsientlarimiz buni operatsiya deyishadi, qo'rqib ketishadi, lekin olib qarasa, bu unaqa katta operatsiya emas, katta operatsiyadek qanaqadir og'ir осложнениялар yoki og'ir qanaqadir holatlar bo'lmaydi. Harakat qilamiz, chunki bunga yaxshi tayyorgarlik ko'riladi va o'sha jarayonidan ham, punksiya jarayonidan ham maksimalni gрамотно, аккуратно har bitta o'sha qoidalarga rioya qilgan holda protsedura o'tadi. Chunki ekoni rezultati juda katta holatda punksiyani qanaqa o'tkazilganiga ham bog'liq. Shu sababdan vrachlarni o'zi xohlaydi punksiyani maksimal darajada to'g'ri, xatolarsiz, samarali qilib olib borishgada. Da. Aytadigan bo'lsak, например, o'sha bitta patsientni olsak, stimulyatsiya bo'ldilar, u patsient stimulyatsiya 10-12 kun ichida dorilarni oldilar va oxirida o'sha trigger beriladi. Trigger berilgandan keyin trigger bu ham ukol, inyeksiya o'sha ovulyatsiyani yaqinlashtiradigan trigger berilganda oxirgi inyeksiya o'tgandan 34-36 soat hisoblab punksiyaga olinadi patsient. Bu juda ham qat'iy qoida, chunki aynan mana shu vaqt juda ahamiyatga ega. Undan biroz oldin yoki keyin bo'lsa, o'sha biza kutganda rezultat bo'lmasligi mumkin. Olgan asitlarimiz kam miqdorda chiqib qolishi mumkin yoki ularning kачествоsi u darajada yaxshi bo'lmasligi yoki ovulyatsiya kech agar olinadigan bo'lsa, ovulyatsiya bo'lib yorilsa, bizda shunaqa grozniy qo'rqinchli осложнение bor. Shu bitta осложненияларdan bittasi sindrom giperstimulyatsiya яичников, но hozirgi kunda u juda редко. Kam uchraydi, chunki hozirgi kunda juda ko'p tadqiqotlar uni qanaqa oldini olish mumkinligi haqida ma'lumotlar bor va biz u ma'lumotlardan doim o'qiymiz. Maksimalni ungacha olib bormaslikka harakat qilamiz. O'sha punksiya jarayoniga bir kun tanlanadi. O'sha 36 soatdan keyin u kuni patsient keladi och qoringa, ayol kishi, xuddi shu o'rinda turmush o'rtog'i ham kelinadi. Kelishlari bilan ayol kishini biz tayyorlaymiz, hamma ma'lumotlar yig'iladi. Hozirgi kunda operatsiya jarayoniga tayyorlash ham polni bilasizlar dokumentatsiya qo'l qo'yiladi, hammasi dokumentlar bilan ishlanadi va ayol kishi och qoringa kelib, xuddi o'sha mini operatsiyadek narkoz qilinadi, sedatsiya, lehkiy narkoz qilinadi va protsedurani o'zi maksimum 20 minutcha bo'lishi mumkin. 20 minut, 25 minut, undan ortiq bo'lmaydi. O'sha follikulalarning soniga qarab biroz farq qilishi mumkin, lekin o'rtacha shunaqa bo'ladi. O'rtacha shunaqada bo'ladi. Follikulalarning soni agar kam bo'lsa, ba'zi holatlarda, misol uchun narkozsiz ham qilingan patsientlarimiz bor. 1-2 ta follikula terib olinadigan narkoz ham shart emas olib qarasam. U patsient stolga yotqiziladi va vлагалище qin orqali o'zini spesial punktsionniy iglasi bor. Qin orqali patsient narkozda uxlab yotganda follikularni o'sha suyuqlik aspiratsiya qilib olinishi boshlaydi. Demak, bemorlar uchun mutlaqo bu protsedura og'riqsiz. Bemor uxlab yotadi, sezmaydi. Конечно же, operatsiyonda anesteziolog bo'ladi. Hamma narsa anesteziolog kontrolida. Undan oldin anesteziolog bilan gaplashilgan bo'ladi. Operatsiyonlarimiz ham qanaqadir endi ekstremniy случайlarga hamma narsaga tayyor bo'lib turishadi. Dori vositalar, tezkor yordam, hamma narsa bor bu jihatdan. Patsient o'sha 20 minut ichida полностью o'sgan follikulalardan hammasidan suyuqlik yig'ib olinib, shu payt o'zida embriolog suyuqlikdan tuxum hujayra azitlarni qidirishni boshlaydi. Har bitta suyuqlikdan olingan o'sha probirkadan qancha azit chiqsa, o'shancha rezultativnosti yaxshiroq bo'ladi. Yig'ilgan azitlarni
erkak kishi urug' topshirganda o'sha kuni o'zidayoq urug' bilan uni urug'lantirib embrionlar hosil qilinadi va embrionlar keyin muzlatilib qo'yiladi. Bemorga ham o'sha kuni ma'lumot beriladi. Nechta atsit olindi, nechta spermatozoid bilan qo'shildi. Hozirgi kunda v основном X yo'lida urug'lantirishyapti. Tushuntirib o'tsak, tushuntirib o'tsak, oddiy til bilan. Ekoda misol uchun bitta atsit bo'lsa, bitta atsitga определенный miqdorda urug' yuboriladi. Xda esa bitta atsit bilan bitta spermatozoid bo'ladi. Ya'ni ekoda qaysi bir o'zi qo'shilsa qo'shiladi. Oddiy til bilan aytganda tabiiy yo'l desa bo'ladi. Chunki tuxum hujayra o'zi anaqa qiladi, tabiiy tanlab oladi. Xda esa o'sha bitta spermatozoid bilan bitta atsit bizga kerak bo'ladi. Tanlab olib, ya'ni ko'rinishi, morfologik jihatdan o'sha yaxshi, boshi, bo'yni, dumi butun bo'lgan spermatozoidni olib qo'shadi. Hozirgi kunda oxirgi ma'lumotlar bo'yicha Xning samaradorligi yuqori bo'lgani uchun X amaliyoti ko'proq o'tkaziladi. Bunda nimasi yaxshi? Ba'zi holatlarda bizda shunaqa patsientlar bo'lgan, bitta, ikkita urug' chiqqan. Misol uchun erkak kishida shu darajada tushib ketgan, spermiya bo'ladi. Ekoni iloji faqatgina X amaliyoti qilinib, bitta dona spermatozoid bilan homilador bo'lgan, sog'lom farzand tug'gan patsientlarimiz ham juda ko'p, Xudoga shukr. Shu bilan ayol kishi 20 minutdan keyin uyg'onadi. Unaqa kuchli narkoz bo'lmaganligi uchun o'ziga keladi o'sha payt o'zida. Lehki qanaqadir kuchsizlantirish bo'lishi mumkin, holsizlik bo'lishi mumkin. No, ayol kishi ovqatlanadi, o'ziga 1-2 kun e'tibor qilish kerak, конечно же. Suyuqlik ichiladi-da. 2 kundan keyin, 1 kundan keyin ba'zi holatda biz kontrolni o'ziga chaqiramiz. Kontrolni o'zida hammasi yaxshi bo'lsa, уже спокойно qanaqa hayot tarzi kechirgan bo'lsa, o'sha hayot tarzini kechirish davom etib, keyingi etap, ekon 3-etabi o'sha transferga tayyorlanishni boshlaymizda. Shunaqa. Bemorlarga tavsiyalarni o'sha kuni berasizlar, to'g'rimi? Da, обязательно. Punktdan keyin UZI qilinadimi? Punktdan keyin ertasi kuniga UZI qilib ko'ramiz. O'sha kuni ham ko'rishimiz mumkin, но ko'pincha o'sha kuni unaqa sложно qanaqadir осложнениялар bo'lmaydi. Ertasi kuniga обязательно lekin kontrolni UZI qilinadi. Patsient chaqiriladi, ko'ramiz. Bizda viloyatdan kelgan patsientlar misol uchun ko'p bunaqalar. Ularga ham punktdan keyin bir kun shu Toshkentda qolishlari va undan keyin tavsiya qilamiz va undan keyin o'sha ertasi kuniga spokойно, в принципе, viloyatga qaytib ketishlari ham mumkin. Punktdan keyin bolnitsani o'zida bemor maksimum 3 soat bo'ladi. O'sha 3 soatdan keyin bemalol uyga ketadi. 3 soatdan keyin o'zi turib bemalol uyga ketsa bo'ladi. Unda misol uchun yotib, statsionarda yotib qoladigan holat emas. Yana bitta mana kuzatuvchilardan ko'p keladigan savol, Joriy Hasanovna, mana bemorlarimizning qaysidir qismlari bular viloyatlardan, boshqa hattoki davlatlardan kelgan bemorlar ham bor. Bular masalan turmush o'rtog'i bilan kelishi kerakmi? Qachon masalan ekoni boshlashda, mana stimulyatsiya paytida va mana punksiya paytida, keyin transfergacha qaysi jarayonda turmush o'rtoqlari ishtirok etishi kerak, qaysi jarayonda ketsa bo'ladi? Misol uchun chetdan kelgan patsientlarni oladigan bo'lsak, bizda Firuzazlarda shunaqa patsient bo'lgan edi, даже bitta folikulometriya uchun Moskvadan uchib kelgan. Shunaqalar ko'p hozirgi kunda realni. Bunaqa patsientlarga ayol kishi o'zi juftlik ekodan oldin bizda 3 oy где-то tayyorgarlik ko'rinadi. Обязательно analizlar topshiriladi, kerakli defitsitlar, nimadirlar bo'lsa to'g'rilanadi. Ungacha o'sha 3 oy ichida bir 5-6 marta patsient kelib, er-xotin uchrashib, полностью anamnez yig'iladi. Keyin lekin agar eko boshlangandan keyin boshida xo'jayinlari, misol uchun erkak kishi kelmasa ham bo'ladi. Chunki boshida 10 kun stimulyatsiya payti faqat ayol kishi bilan ishlanadi. Unda erkak kishi anaqa masalan viloyatdan kelsa borib o'zini ishlarini qilishi mumkin, to'g'rimi? Присутствовать qilishi kerak emas erkak kishi, faqatgina ayol kishini o'zi har kuni o'sha ukollarini oladi, 2-3 kunda bir uziga kelib turadi. Undan keyin o'sha punksiya kuni aniqlansa, operatsiya kuni aniqlansa, o'sha kuni kelish kerak bo'ladi. O'sha kuni erkak kishi kerak, urug'
urug' topshiradi и undan keyin yana уже qaytib ketsa bo'ladi. Demak, transfergacha bizga turmush o'rtoqlari ketsa ham bo'ladi. Ayol kishi o'zi qolsa bo'ladi. Faqatgina funksiya kuni turmush o'rtoqlari keladi. Urug' topshiradilar va уже qaytib ketsalar ham bo'ladi. Olib qarasa, endi qiyinchilik emas, uni katta ishi bab ayol kishida. Ayol kishining organizmida ko'p narsa bo'lib o'tadi. Shuning uchun bizga eng asosiysi o'sha stimulyatsiya paytida 3-4 kunda bir ayol kishi kelib tursa, и punksiya paytida erkak kishi o'sha kelib urug' topshirsa. Shunaqa holatlar bo'lgan, erkak kishi misol uchun chetda bo'lib qolsa, yana nimadir bo'lib kela olmay qolgan paytlarida o'zini urug'ini muzlatib ketganlar ham bo'lgan. Bu ham bo'ladi. Shunaqasi ham bo'ladi. Misol uchun undan oldin kelib urug' topshirib muzlatib ketsa, keyin kelish imkoniyati bo'lmaydi. Shunaqa patsientlar ham bor. Har doim biz patsientga navsтречу ketishga harakat qilamiz. Ularni turmush tarzi, hammasiga qulayligini o'ylaymiz. Shuning uchun harakat qilamiz maksimal yordam berishga. O'zimiz tomonidan o'sha muzlatilgan urug' ham ishlatiladi shunaqa holatlarda. Bugun sizga maksimal darajada inseminatsiya hamda o'quv, ya'ni funksiya haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Agar ba'zi savollar qolib ketgan bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozishingiz mumkin, javob beramiz. Agar sizda ham bepushtlik kuzatilayotgan bo'lsa yoki mana shunaqa muolajalarga ehtiyoj kuzatilayotgan bo'lsa, klinikamizga tashrif buyurishingizni taklif qilamiz. Maksimal sizlarga yordam berishga harakat qilamiz va ko'p yillardan beri o'sha umidsizlangan bo'lsangiz, qanaqadir yaxshi bo'lmagan opitlar bo'lgan bo'lsa-da, misol uchun shunaqa holatlardan ham o'zlaringizni tashlab qo'ymanglar. Aytganimizdek, vaqtni eng boy narsa, vaqtni yo'qotmanglar. Biz o'zimiz tomonidan maksimal yordam berishga harakat qilamiz. Savollaringiz bo'lsa, bugungi temaga, mavzuga taalluqli yoki yanada qanaqadir boshqa mavzular haqida bilmoqchi bo'lsalaringiz, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.